Mavzuyimiz muqobil energiya manbalari. Biz bu mavzuga misol qilib, yorug'lik manbai orqali suvning qizishi va quyosh kollektori orqali aylanishini ko'rib chiqamiz. Laboratoriyamizga kerak bo'ladigan asboblar: yorug'lik manbai, quyosh kollektori, sensorli termometr, suvni o'lchash uchun oddiy termometr, silindrik idish, shlangchalar va suvni tezlashtirib, sekinlashtirib beruvchi asbob va ulash kabellari. Laboratoriya ishini boshlaymiz. Avvalo yorug'lik manbaini yoqib olamiz va quyosh kollektoriga sekin yaqinlashtiramiz. Yorug'lik manbai orqali quyosh kollektoriga issiqlik tushadi va ichidagi suvni qizdiradi. Shlanglar orqali aylantiriladi. Dastlabki temperatura yozib olinadi. Bu qurilma yordamida suvni tezlashtirib, sekinlashtirishimiz mumkin. Suv qizigan sari temperatura ko'rsatkichi ham oshib boradi. Suvni qizdirib, temperatura ko'rsatkichini oshirib, uni kuzatib boramiz. Shlangchalar yordamida suv aylanmoqda. Dastlabki temperatura 29 edi, endi 30 ni ko'rsatmoqda. Laboratoriya ishimiz shu tariqa davom ettiriladi.